Greenleaf korporatsiyasining shvetsarskiy Cialux brendi ostida ishlab chiqarilgan SPF 50+ quyoshdan himoya qiluvchi primer baza mahsulotimizni obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Bu yangi avlod ko'p funksiyali vosita bo'lib, yuqori darajadagi quyoshdan himoya, teri parvarishi va makiyaj uchun baza vazifasini birlashtiradi. Yengil va vaznsiz teksturasi teriga bir tekis tarqalib, ko'rinmas himoya qatlamini hosil qiladi. Bu qatlam terining namlangan, yangi va silliq ko'rinishini saqlaydi. SPF 50+ va PA3+ himoya formulasi UVA va UVB nurlaridan samarali himoya qilib, fotokeksayish, pigmentatsiya, ya'ni dog' tushishi va terining suvsizlanishini oldini oladi. Vosita terini og'irlashtirmaydi, yog'li yaltiroq qoldirmaydi va uzoq vaqt quyosh ostida bo'lganda ham qulaylik yaratadi. Primer makiyajning chidamliligini oshiradi, teri teksturasini tekislaydi va niqob effekti bermasdan tabiiy yorqinlik bag'ishlaydi. Mahsulotning xususiyatlari: UVA va UVB nurlardan yuqori himoya, fotokeksayish va pigmentatsiya, ya'ni dog' tushishining oldini oladi. Terini namlaydi va qulaylik hissini saqlaydi, terini silliq va yorqin qiladi, makiyajning chidamliligini oshiradi, yengil tekstura, yog'li emas, kundalik foydalanish uchun mos. Uning kuchli tomonlari esa SPF 50+ va PA3+ quyoshning UVA va UVB nurlaridan yaxshi himoya qiladi. Niasinamid teri rangini bir tekis qiladi, pigmentatsiya, ya'ni dog' tushishini kamaytirishga yordam beradi. Natriy gialuronat, ya'ni gialuron kislotasi terini namlaydi. Pantenol va bisabolol terini tinchlantiradi, qizarishni kamaytiradi, quyoshda qizarishni kamaytirib beradi. E vitamini esa antioksidant bo'lib, erkin radikallardan himoya qiladi. Tarkibidagi dengiz o'tlari va o'simlik ekstraktlari qo'shimcha namlovchi va antioksidant ta'sir beradi. Kimlar uchun mos? Quruq teri, aralash teri, normal teri, pigmentatsiya, ya'ni dog' tushishiga, dog'lanishga moyil teri. Barcha uchun birdek mos keladigan tabiiy, sifatli va eng muhimi prozrachniy mahsulot. Ko'pchilik SPF ni oqartiruvchisini emas, aynan ko'rinmaydigan, bilinmaydiganini, prozrachnisini xohlaydi.